Xudo xolasa ishlarimiz yakunlanib qoldi. Tumbalarni o'rnatib bo'ldik. Oralariga beton quyib kirishkalarni yopamiz. Ustakalar, hormanglar ustakalar. Charchamayapsizlarmi? Nima qilyapsan ustaka? Bu nimaga salafan? Beton qo'yyapmiz aka. Aka bulardan suv chiqib ketmasinga. Sho'rini oldin olganimi? Oldin olgani, nam formasinga. Beton qo'yib chiqyapmiz. Shunga salafan kiydirib chiqyapmiz teshiklarga. Imkonga qarab salafan. Biz endi musor salafandan foydalanyapmiz. Osonroq bo'ladi deb. Tumbalar bo'ldi mana. Tumbalarda germetikasi bilan qo'ydik. Mana katta ustamiz mana yoqda analichi. Tumbalar ko'tarib bo'ldi. Mana shu ustamizni boshi bo'ladi. Nima deysiz? Ustaga charchamayapsizmi? Lakni bosinglar, lakni bosib padishga olib turibsizmi? Mana butunlarimiz to'ldirib chiqyapti. Yana salafanlarni kesib yuryapmiz oshiqchasini. Salafan qo'yishdan maqsad sho'rdan chiqib ketmaslikka, mana shiraka bo'ladi. Shunaqa tumbalarimiz bo'ldi. Mana kalitkamiz. Kalitkamiz darvozasi garajga. Mana ko'rdinglarmi? Shunaqa oshiqcha nam bo'lib ketmaslikka. Bu shoplar o'zi bilan ekan, urish juda oson ekan buni. Faqat germetika birinchi qatorni rastvorga o'rnatib chiqilar ekan. Qolgani faqat germetika bilan. To'g'rida garajimiz, uylarimiz. Gazonlar sepilgan. Uylarimiz yaxshi issiq. Tomlar yopilgan. Garajlarimiz. Bu yoqda banya. Uyimiz orqa taraf ko'rinishlari. Tikayli qurilgan uylarimiz. Uyil qo'ygan ishlari bo'lyapti. Garajimiz bor. Shunaqa qilib ishlab yotibmiz mashatlarda. Buni shu birinchi qatorni urayotganda iloji boricha nolga, u yog'ini ham bu yog'ini ham o'ringa qo'yib olinsa keyin mana qo'shnimiz itlari buni birinchi qatorni bu holatda uriladi. Bunaqa tirnog'i bor, tirnog'i tepaga qarab uriladi. Tay gladki bo'ladi. Tayda hech qanaqa tirnoq joyi yo'q. Tirnog'i faqat tepada bo'ladi. Keyin
tirnog'iga ustiga qarab kile qo'yib urilaveradi tepadan bosib. Ana ikki xonimiz bosh rollarda mana. Ustalarimizga like bosib, podpisa qilib, yaxshi kommentariyalar yozib turasizlar. Ha, tepani ham qo'yamiz hozir. Hozir pastlarni qo'yib olsak, oxiriga etapiga kelyapmiz. Mana bu oxiri qo'yiladigan. Tepasiga qo'yib bekitib qo'yamiz shu bilan suyatmaydi. Mana posilkalarimiz tayyor, mana oralariga beton qo'yilyapti. Lasta shunaqa ekanlar. Paddonda keladi pakovka. Doim urganda mana shu tirnoq tarafini tepaga qarab qo'yaverasizlar. Kilaylarni urasizlar. Bunaqa yonboshida, bunaqa 2 qatormi 3 qator urilganda yonboshiga ham обязательно germetik ichkariga 2 sm tortib, aylantirib germetik qilib qo'yasizlar to'ra tarafiga. Aks holda germetik qilmasanglar, oradan sho'p ochilib qoladi. Shunaqa gaplar.